Bugun taomni zo'rini tayyorlaymiz. Bu taomimizga kartoshkani yaxshilab yuvib olamiz. Kartoshkalarimizni yarim soat qaynatib olamiz. Обязательно tuzli suvda. Seldirni poyasini to'g'rab olamiz. Sabzini shu shaklda to'g'rab olamiz. Piyozni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Pomidorni kubik shaklida to'g'rab olamiz. 200 gramcha yog' quyamiz. Birinchi bo'lib go'shtlarimizni qovurib olamiz. Go'shtlarimizni mana shunday qizartirib olamiz. Piyozni solamiz. Sabzilarni sog'olamiz. Seldirlarimizni sog'olamiz. Tomat sog'olamiz. Pomidorimizni sog'olamiz. Tuzimizni sog'olamiz. Qizil shirin paprika va go'sht uchun ziravorli. Yevropada bu taomga qizil vino qo'shadi, lekin biz olcha sokini qo'shamiz. Qizartirilgan go'shtlarimizni taxlab chiqamiz. 2 soat past olovda dimlab qo'yamiz. Kartoshkamizni tuzli suvda pishirishimizdan maqsad mana shu strukturasini ushlab qoladi, mana ezilib ketmaydi. Bu kartoshkamizni mana shunaqa issiqligida sitadan chiqazib olamiz. Endi bu issiq kartoshkamizga mana sayroni mana bunaqa maydalab to'g'rab sog'oramiz. Ozginagina illiq qilingan sut solamiz. Taomimiz tayyor. Bu videoni go'shtxo'rlarga jo'natib qo'ying.